Hurmatli kuzatuvchilar, mana ko'rib turibsizlar, biz hozir Ellikqal'a tumani Saxtiyon shahar fuqarolar yig'inida turibmiz. Mana Saxtiyon shahar fuqarolar yig'ini hammaga o'rnak bo'lib kelmoqda. Hamma bayramlarda mana shunaqangi sovg'alar tarqatmoqda. Mana navbatdagi mana Ramazon oyida Ramazon sovg'asini tarqatyapmiz. Albatta bizda Saxtiyon shahar fuqarolar yig'inida obodonlashtirishni guruhi bor, mana 8 kishidan iborat. Hamid aka boshchiligida bular juda ko'p, mana shu oxirgi 10 yil ichida juda ko'p mana shu ko'kalamzorlashtirish, obodonlashtirish ishlarini amalga oshirishdi. Mana archalarni ko'rib turibsizlar. Hammasi mana shu yigitlarning mehnatining samarasi. Xudo xolasa bular yana kelajakda bu Saxtiyon shaharini yanada go'zal, yanada chiroyli qilishda o'zlarining mehnatlarini ayamaydi. Shu munosabat bilan GD East firmasining mana bizning maktabimizda nemis tilini chuqurlashtirib o'qitilishiga yaqindan yordam berayotgan o'sha firmaning mana shu sovg'alarini tarqatamiz. Bu firma albatta Germaniyaga borib ishlovchi yigitlarimizni nemis tiliga o'rgatadi. Bizdagi oliy toifali o'qituvchilar o'qitib bormoqda. Shu mana sovg'asini mana shu firmamizni obodonlashtirish xodimlariga topshiramiz. Tabriklayman. Tabriklayman. Ramazon muborak bo'lsin. Tabriklayman. Tabriklayman. Tabriklayman Hamid aka. Ramazon muborak bo'lsin. Biz endi keyingi efirni Bo'ston shahridan efirga chiqamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bizdan uzoqlashmang. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Siz bilan Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasining asoschisi Bahodir Safoyev bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Antikorrupsiya. Bizning maktabimiz 13-maktab, Ellikqal'a tumani maktabiga ta'lim bo'limiga qarashli. Bizning maktabimiz nemis tilidan chuqurlashtirib o'qitiladigan maktab. Maxsus maktab, bu yerda oliy toifali o'qituvchilar nemis tilidan dars beradi. Qolaversa, Germaniyaning GD East firmasi tomonidan bizning maktabda Germaniyaga ketib ishlovchi fuqarolarni muloqotga o'rgatadigan maxsus kurslar faoliyat ko'rsatyapti. O'sha GDS firmasini ta'sischisi Germaniyadagi ta'sischisi tomonidan mana shu Ramazon tuhfasini bizga yetkazib berishdi. Shuni kerakli odamlarga tarqatib berishimizni iltimos qilishdi. Tabriklab chiqamiz. Rahmat. O'zingizga muborak bo'lsin. Ramazon muborak bo'lsin. Ro'za Ramazon oyida tabriklaymiz. Sog' bo'linglar. Xayr ehsoni Alloh xudoga qabul bo'lsin. Rahmat sizga, rahmat. Tabriklaymiz. Bizani Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi kuzatib boringlar, bu efirga beriladi. Qolaversa Ellikqal'a tumani hokimligining rasmiy veb-saytlarida, Telegram kanallarida e'lon qilinadi. Hammasi mana shu sizlar uchun, sizlarni qilayotgan mehnatlaringiz uchun. Biz sizlarni juda qadrlaymiz, hurmat qilamiz. Xudo xolasa Bo'stonimizni go'zal Shveysariyaga aylantirishlaringizda tilakdoshmiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Antikorrupsiya. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Hurmatli Antikorrupsiya kanalining kuzatuvchilari. Mana bugun yana Ramazon tuhfasini tarqatishni boshladik. Xudo xolasa Germaniyaning GD East firmasi tomonidan tayyorlab berilgan sovg'alar, xabarlaringiz bor. 13-maktab, Ellikqal'a tumani maktabgacha va maktab ta'lim bo'limiga qarashli bo'lib, bu yerda nemis tili chuqurlashtirib o'qitiladi. Men o'sha maktabda direktor vazifasini bajaraman. Mana shu bizning maktabda nemis tili chuqurlashtirib o'qitiladi va undan tashqari GDS firmasining mana shu Germaniyaga borib ishlaydigan bizning fuqarolarimizni nemis tiliga muloqotga o'rgatadi. Kimda o'sha
shu o'qish kurslariga qatnab o'qish istagi bo'lsa, bizni 13-maktabga kelib uchrashishlari mumkin. Bizda yuqori malakali oliy toifali o'qituvchilar nemis tilidan dars berishadi. Mana shu firmaning Germaniyadagi ta'sischisi tomonidan bizga yetkazib berilayotgan sovg'alar bu 3-marta mana shu Ramazon oyida yetkazib berilyapti. Birinchi marta 30 ta qop un va yog'lar yetkazib berilgan edi, o'simlik moyi. Keyin ikkinchi marta mana yetkazdirib berildi. Bu biz Ellikqal'a tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limining tasarrufidagi barcha maktablarda tahsil olayotgan uy ta'limidagi og'ir sharoitli o'quvchilarimiz, sog'ligi bilan muammolari bor, jismoniy imkoniyatlari cheklangan o'quvchilarimizga o'tgan safar 50 qop tarqatdik, undan oldin 30 qop tarqatdik. Mana yana bugun Ramazon tuhfasini mana 50 qopini tarqatyapmiz. Bugungi tarqatadigan kontingent bu bizda hammamiz uchun eng muhim bo'lgan bir insonlar, ya'ni obodonlashtirish tashkilotini xodimlariga tarqatamiz. Albatta bular eng og'ir ishlarni bajarib kelishadi. Atrof muhitimizni toza, ozoda saqlash, ko'kalamzorlashtirish, butun barcha eng og'ir ishlarni bajaradigan xodimlar bular. Bundan tashqari oylik maoshlari ham juda kam. Shuni hisobga olgan holda mana shu bugungi Ramazon tuhfasini mana shu xodimlarga berishni maqsad qildik. Tomosha qilasizlar, biz hozir shu yerda Saxtiyon shahar fuqarolar yig'inidagi mavjud obodonlashtirish xodimlariga tarqatamizda, qolganini Ellikqal'a tumani Bo'ston shahridagi obodonlashtirish bo'limiga yetib boramiz. U yoqda yana efirga chiqamiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bizdan uzoqlashmang. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Tabriklayman. Tabriklayman. Ramazon muborak bo'lsin. Tabriklayman. Tabriklayman. Tabriklayman Hamid aka. Ramazon muborak bo'lsin. Biz endi keyingi efirni Bo'ston shahridan efirga chiqamiz. Bizni kuzatishda davom eting. Bizdan uzoqlashmang. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Siz bilan Antikorrupsiya ommaviy axborot vositasining asoschisi Bahodir Safoyev bo'ldi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Antikorrupsiya. Hurmatli kuzatuvchilar, biz hozir Ellikqal'a tumani Bo'ston shahridamiz. Obodonlashtirish idorasining oldidamiz. Yok. Her kaysın bir Selamünaleyküm. O karı geliyor. Bizning maktabimiz 13-maktab Ellikqal'a tumani maktabiga ta'lim bo'limiga qarashli. Bizning maktabimiz nemis tilidan chuqurlashtirib o'qitiladigan maktab. Maxsus maktab. Bu yerda oliy toifali o'qituvchilar nemis tilidan dars beradi. Qolaversa Germaniyaning GDIS firmasi tomonidan bizning maktabda Germaniyaga ketib ishlovchi fuqarolarni muloqotga o'rgatadigan maxsus kurslar faoliyat ko'rsatyapti. O'sha GDIS firmasini ta'sischisi, Germaniyadagi ta'sischisi tomonidan mana shu Ramazon tuhfasini bizga yetkazib berishdi. Shuni kerakli odamlarga tarqatib berishimizni iltimos qilishdi. Bu oyda 3-marta qilishi bu firmani. Birinchi martasida mana shu jismoniy imkoniyat cheklangan va muhtoj fuqarolarga tarqatdik. 30 tasini, keyin 50 tasini Ellikqal'a tumani maktabgacha va maktab ta'limi bo'limiga qarashli uy ta'limida tahsil olayotgan jismoniy imkoniyat cheklangan o'quvchilarimizga tarqatib chiqdik. Mana bu safar yana 50 ta berishdi. Bu endi 130 ta bo'ladi umumiy hisobda. Bu 50 tasini biz o'zimiz shunday qarorga keldik. Haqiqatda mana shu Bo'stonimizni, Ellikqal'amizni go'zal qilayotgan, mana ko'kalamzor qilayotgan, toza ozoda saqlayotgan aziz ishchilarimizga mana shu Ramazon hayit arafasida sizlarga tarqatishni ma'qul deb topdik.
bizni mana shu tanlovimizni ma'qul ko'rgan bo'lsalaringiz bir qarsaklaringiz bo'lsin. Mana shu Germaniyaning GDS firmasi tomonidan yetkazib berilgan mana shu sovg'alarni kam bo'lsa ham ko'p o'rinda ko'rasizlar. Biz xudo xolasa bunaqa sovg'alarni har bayramlarda mana shunaqa yetkazib berishga harakat qilamiz. Biz sizlarning ishlaringizni juda qadrlaymiz. Sizlar qilayotgan og'ir mehnatlaringizni hurmat qilamiz. Mana shu Ramazon oyida mana ro'za bo'lishlaringizga ko'pchiligingiz qaramasdan mana shunaqa ishlarni qilyapsizlar. Hammalaringizga mana shunaqa ta'zim qilib antikorrupsiya ommaviy axborot vositasi nomidan va Ellikqal'a xalqi nomidan rahmat aytamiz. Niyatboy aka keling. Bir tabriklab chiqamiz endi. Va Niyatboy aka mana shu tashkilot rahbari tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Tabriklab chiqamiz. Rahmat, o'zingizga muborak bo'lsin. Ramazon muborak bo'lsin. O'zi Ramazon oyida tabriklaymiz. Sog' bo'linglar. Xayr ehsoni Alloh dargohida qabul bo'lsin. Rahmat sizga, rahmat. Tabriklaymiz. Bizlarni antikorrupsiya ommaviy axborot vositasini kuzatib boringlar. Bu efirga beriladi. Qolaversa Ellikqal'a tumani hokimligining rasmiy veb-saytlarida, Telegram kanallarida e'lon qilinadi. Hammasi mana shu sizlar uchun, sizlarni qilayotgan mehnatlaringiz uchun. Biz sizlarni juda qadrlaymiz, hurmat qilamiz. Xudo xolasa Bo'stonimizni go'zal Shveysariyaga aylantirishlaringizda tilakdoshmiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Bunlar yukarı durmuş teşkilatlar, rahbariyetlerimizge, hemmizde bütün abonanlaşmış hanımlar namında, bütün camamız namında minnettarçılık bildiremiz. Şu Rozay Ramazan ayında öyle kılayatırgan ihsanlarımız Allah'tan yanında kabul olsun. Şu hamilerimizge bilen şunçalik itibar verip, adli bir, kichkina bir mehnatimizni, şu iş çıkarımlarımızı şu derecede takdirlayatkanlarınızdan minnettarız. Rahmat. Allah hemme turgan ihsanlarınızı kabul kılsın. Jamoamizga bütün Ellikqal'a abonanlaşmış xodimlar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat katta. Xo'p, sog' bo'ling. Антикоррупция.